Avvalambor, assalomu Assalomu alaykum, alaykum, el Vice janoblari. Ambassador. I'm very happy to Ba'zi see you after all murakkabliklardan these so'ng months. siz bilan Finally, muammolar, yangiliklar va to see imkoniyatlar haqida things, suhbatlashish imkoniga ega news, bo'lganimdan opportunities, bag'oyatda xursandman. and my Mening ilk first question savolim is o'ziga xos. Bu something very yil special Yevropada about xavfsizlik va anniversary. hamkorlik tashkiloti What you see marks 30 O'zbekistonda o'z years of faoliyatining its 30 presence in yilligini keng Pakistan nishonlamoqda. Beach Environmental Sizningcha, Institute. Would mamlakatda you yashil highlight, as you transformatsiyaga knows, qaratilgan eng transformative ko'zga integration tashlanadigan to the tashabbus country's sifatida green qaysi transition? ekologik loyihani alohida ta'kidlay First olasiz? of all, assalamu alaikum, and thank you for inviting Sizga me ham to assalomu this alaykum va this meni interview. intervyuga taklif qilganingiz uchun Yes, sizga ham indeed, kattakon it is rahmat. always Haqiqatdan, this bu 30 yil years tashkilotning anniversary O'zbekistondagi celebrations. faoliyatining o'ziga xos yubileyi Our hisoblanadi. current mandate Garchi hozirgi started mandatimiz in 2006-yilda boshlangan bo'lsa-da, the uning 2000 avvalgi mandati mandate. biroz boshqacha edi. I think I would Agar like tashkilotning to 30 yil davomidagi eng transformatsiyaga katta hissa qo'shgan tashabbuslardan ba'zan aytib o'tirgan bo'lsak, kamtarona. Men o'tgan yili biz iqlim bilan bog'liq muammolarni xaritaga tushirish ishlarini qo'llab-quvvatlash loyihasini aytib o'tgan bo'lardim. Bu loyiha O'zbekistonning Ekologiya vazirligi bilan birgalikda amalga oshirildi. Shuningdek, ushbu ishlar natijasi biz yangi iqlim ma'lumotlari markazi hub'ini tashkil etishga erishdik va bu yo'lda biz mutaxassislarni taklif etib ko'mak ko'rsatmoqdamiz. Bu markaz iqlim ma'lumotlari uchun markazlashtirilgan platformaga aylanadi. Bu yerda iqlim bo'yicha albatta biz yagona bir faoliyatimizni emas, balki bir misol sifatida buni keltirdim xolos. Bundan tashqari, biz turli shakllarda boshqa davlatlardan O'zbekistonga mutaxassislarni tajriba almashuvi dasturlarini ham to'laligicha amalga oshirmoqdamiz va qo'llab-quvvatlaymiz. Shu yerda men bir narsani ta'kidlab o'tmoqchimanki, biz hech qachon nusxa ko'chirish orqali bu ishlarni olib bormaymiz, balki bu hamkasbaga, tengdoshga ta'birda qo'llab-quvvatlash amaliyotidir. Masalan, biz Markaziy Osiyo universiteti mutaxassislari, vazirlik xodimlarini Yevropada raislik qilayotgan Finlyandiya davlatiga tanishuv o'rganuv dasturlariga taklif qildik. Ular Finlyandiyada yashil iqtisodiyot, iqlim o'zgarishi masalalari va boshqa shu kabi mavzularda bilimlarini mustahkamlashga erishdilar. Bu esa o'z tajribalarini O'zbekistonda amaliyotga qo'llashga zamin yaratadi degan umiddamiz. Tashkilotingiz O'zbekistonda amalga oshirgan, lekin natijalari kutilgandek chiqmagan ayrim ekologik loyihalar haqida gapirib bera olasizmi? Rahmat. Men bu borada bir nechta jihatlarni tilga olmoqchiman. Bir oylarcha avval men shaxsan Orolbo'yi hududiga monitoring dasturi bo'yicha ishtirok etdim. Bir necha yildan beri biz bioxilma-xillikning rivojlanishi va o'zgarishini doimiy monitoring qilib boradigan mahalliy tashkilotni qo'llab-quvvatlab kelmoqdamiz va bu ko'magimizni davom ettiramiz. Misol, o'sha yerdagi men muammoli vaziyat haqida gapirib o'tsam. Biz tashkilotlar bilan birgalikda tahlil olib bordik va bioxilma-xillik bo'yicha juda ko'p ma'lumotlarni to'plashga erishdik. Lekin endilikda bu ma'lumotlarni qaror qabul qiluvchi organlar uchun haqiqatan ham ochiq, foydalanishi mumkin bo'lgan shaklga keltirish bu o'ziga xos muammo. Biz duch kelgan qiyinchiliklardan faqatgina bir misoli bu xolos. Bunday xalqaro hamkorlikda biz doim tizimli o'zgarish va transformatsiyaga erishishga intilishimiz kerak. Albatta, treninglar o'tkazish, seminarlar, bilim almashuvi juda muhim. Lekin bundan keyin ushbu orttirilgan bilimlar siyosiy darajada o'z aksini qanday topadi? Ana bu har doim yirik jumboqli muammo bo'lib qolmoqda. Albatta, biz treninglar orqali tinglovchilarimizni o'qitamiz, bilim beramiz, ammo boshqa xalqaro tashkilotlar tajribasidan ham ko'rib turishimiz mumkinki, o'quv natijalari qanday qilib amaliy harakatga aylantirilishi har doim ham aniq, ravshan namoyon bo'lavermaydi. Yana bir masala, bu xodim kadrlarning tez ishdan bo'shab ketishi, mutaxassislarning boshqa lavozimlarga ishlab o'tib ketishi bizni yangidan bilim berish kurslarini berishga, yana qayta tayyorlashga olib kelmoqda. Shu bois, mening fikrimcha,
treninglar haqida gap ketganda, alohida mutaxassislarni emas, balki mamlakatning o'zidagi trening muassasalarining salohiyatini mustahkamlash muhim yo'nalish deb hisoblayman. Chunki faqat shu holdagina barqaror natijaga ega bo'lamiz. Ushbu tashkilotlar biz bilan birgalikda ishlab chiqqan dasturlarni keyin o'zlari davom ettira olish va yanada rivojlantirish imkoniga ega bo'ladilar. Tashkilotingiz ko'p tomonlama hamkorlik haqida doimo ta'kidlab keladi. Shu borada O'zbekistondagi ekologik NNTlar va ommaviy axborot vositalari bilan jamoatchilik ishtirokini oshirish bo'yicha qanday hamkorlik yo'lga qo'yilgan? Ha, albatta, biz uchun jamiyatning barcha qatlamlari, davlat idoralari, nodavlat tashkilotlari, fuqarolik jamiyati bilan ishlash juda muhimdir. Biz nodavlat, notijorat tashkilotlari bilan yaqindan hamkorlik qilib kelamiz. Ular bilan muntazam uchrashib turamiz, chunki ularning roli ko'p qirrali. Avvalo, bu kabi tashkilotlar mamlakatning eng muhim ehtiyojlari haqida axborot manbai hisoblanadi. Albatta, hukumat bilan hamkorlikda bu borada ham ma'lumotlarni tahlil qilib boramiz. Ammo bu tahlil natijalarini fuqarolik jamiyati bilan muloqot orqali to'ldirib borish eng muhim vazifalardan biri. Bundan tashqari, fuqarolik jamiyati ayrim loyihalarimizda bevosita amalga oshiruvchi hamkor sifatida qatnashib, juda muhim rol egallaydi. Ommaviy axborot vositalariga kelsak, umumiy qilib aytganda, biz uchun media tashkilotlari va media NNTlar bilan birgalikda ishlash, faoliyatimiz haqida xabardorlikni oshirish o'ta muhim. Va biz bu yo'nalishda ham ish olib boryapmiz. Yana bir jihat, ayni ekologik sohada ham biz bir qator NNTlar bilan hamkorlik qilib kelmoqdamiz. Misol uchun, bizning hamkor NNT daryolarda ifloslanish darajasining o'zgarishini o'rganishga qaratilgan loyihani amalga oshirib kelmoqda. Bu shunchaki bir misol. Menimcha, bu konvensiya siz aytganingizdek Orhus konvensiyasi haqida ko'pchilik fuqarolar, hatto mutasaddilar uning talablarini to'liq anglab yetmayapti. Nega jamoatchilik bu konvensiya haqida yetarlicha xabardor emas? Bu hujjat ularga nima beradi? Nima uchun ekologik axborot olishga huquq va jamoat ishtirokini ta'minlash muhim? Ha, men shuni ta'kidlamoqchimanki, Orhus konvensiyasini imzolash va unga qo'shilish juda muhim qadamdir. Bu hukumatning buni to'liq anglayotganligi va majburiyatga egaligi, odamlar ekologik muhokamalarga jalb etilishi va fuqarolik jamiyati ekologik masalalarda ishtirok etishini namoyon etadi. Sog'lom va toza atrof muhitga ega bo'lish fuqarolarning asosiy huquqlaridan biridir. Men aholi o'rtasida xabardorlikni oshirish uchun katta sharoit borligiga qo'shilaman va o'ylaymanki, bu qanday yangi qonun yoki xalqaro konvensiyaga qo'shilish haqida gap ketayotganda, faqat qonun qabul qilish yoki qo'shilish emas, balki uni qanday amalga oshirish masalasi bu ikkinchi va eng muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. Biz o'z tashkilotimiz tomonidan xabardorlikni oshirish bo'yicha tashabbuslarni to'laligicha qo'llab-quvvatlashga tayyormiz. Mening tushunishimcha, hozir mamlakatda Orhus resurs markazlarini yaratish bo'yicha ehtiyoj va istak mavjud va men bu yerda ekologik NNTlar bilan yaqindan ishlashga undagan bo'lar edim. Raqobat emas, balki hamkorlik qilish orqali Orhus konvensiyasi bo'yicha axborot samarali yetkazish kerakligi muhimdir. Albatta, xabardorlikni oshirish bo'yicha hali juda katta imkoniyatlar bor. Bu jarayon ketyapti, ammo uni yanada kuchaytirish kerak va bu uzluksiz jarayondir. Ha, aytgancha, Venada Orhus konvensiyasini amalga oshirish va uni milliy darajada joriy etishga bag'ishlangan yirik xalqaro konferensiya ham bo'lib o'tdi. Men bilamanki, unda O'zbekiston vakillari ham ishtirok etgan. Biz bir nafar NNT vakillarini qo'llab-quvvatladik va mening bilganimcha, hukumat vakillari ham u yerda qatnashgan. O'ylaymanki, bu hukumat va fuqarolik jamiyati vakillari Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti tashkil etgan bu tadbirda ishtirok etib, ehtimol umumiy g'oyalar bilan qatnashib qaytishi mumkin. Bu bir yaxshi misol bo'la olardi. Umuman olganda, biz uchun xalqaro forum va konferensiyalarni o'zbekistonlik hamkorlar uchun
platformaga aylantirish juda muhimdir. Ularning o'z yutuqlarini xalqaro maydonda ham taqdim etishga imkoniyati ega bo'ladilar. Masalan, biz O'zbekistonning iqlim o'zgarishi milliy markazi mutaxassislarini ishtirokini qo'llab-quvvatladik. Ularning tashkilotning joriy yildagi raisligi o'tayotgan Finlandiya tomonidan tashkil etilgan atrof muhit va iqtisodiy forumida qatnashish imkoniyatini yaratdik. U yerda mutaxassislar O'zbekistonning iqlim o'zgarishiga moslashish va uni kamaytirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlari, asosiy muammolari va kelgusidagi rejalari haqida ma'lumot berdilar. Tashkilotingizda atrof muhit va iqtisodiyot bo'limi bir ofisda bo'lganligini ko'rib, to'g'risi hayratlandim. Odatda ekologiya va ekonomika birga bo'la olmaydi, lekin bu yerda ular birgalikda barqarorlikni saqlashi va harakat qilishi mumkinligini ko'ryapman. Shu xususdan bu integratsiyalashgan yondashuv O'zbekistondagi iqtisodiy barqarorlikni hamda barqaror rivojlanish maqsadlari bilan muvozanatlash loyihalariga o'zini qanday hissasini qo'shmoqda? Avvalo, bu tashkilotning umum faoliyatiga taalluqli. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti 3 yo'nalishda faoliyat olib boradi. Siyosiy harbiy, bu qattiq xavfsizlikga mas'ul yo'nalish, so'ngra iqtisodiy va ekologik va insoniy o'lchamlar. Umuman olganda bularning barchasi tashkilotning kompleks xavfsizlik yondashuvini namoyon etadi. Xavfsizlik faqat harbiy kuchlar huquqni muhofaza qilish va shunga o'xshash narsalar emas, balki undan kengroq tushunchaga ega. Bizning faoliyat doiramizdagi ko'plab masalalar aslida tarmoqlararo chambarchas bog'liq, ya'ni faqat iqtisodiy ekologik yoki faqat siyosiy harbiy yoki insoniy deb bo'lmaydi. Aytaylik, iqlim o'zgarishi. Bu avvalo ekologik masaladek qabul qilinishi mumkin, lekin uning ta'siri iqtisodiy hamdir. Shu bilan birga bu insoniy o'lchamga ham bog'liq. Agar odamlar o'z tirikchilik manbalaridan mahrum bo'lib qolish xavfi ostida qolsalar, bu demakki inson huquqlari masalasiga ham o'z ta'sirini o'tkazadi degani. Pirovardida xavfsizlik masalasi ham yuzaga kelib qoladi, chunki iqlim o'zgarishi xavfi xavfsizlikka ham tahdid deganidir. Shu bois aytmoqchimanki, 3 o'lchamga bo'linganimizga qaramay, ular orasida to'siqlar bo'lmasligi kerak. Chunki ko'plab xavfsizlik masalalari aslida tarmoqlararo uzviy bog'liq. Misol uchun, yashil iqtisodiyotga o'tish loyihalarini olaylik. Ba'zida odamlar yashil texnologiyalarga sarmoya faqatgina mablag'larni sarflashdan boshqa narsa emas. Bu kompaniya uchun qo'shimcha yuk, ustiga ustak qonunchilik yanada zamonaviy texnologiyalarni tatbiq qilishni talab etadi deb hisoblashadi. Ammo ko'pincha yoki har doim yashil texnologiyaga sarmoya moliyaviy jihatdan ham o'zini oqlaydi. Chunki yangi texnologiya ko'pincha ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi. Ya'niki, biz shunday tor fikrlashdan qochishimiz kerakki, yashil texnologiyaga sarmoya faqat qo'shimcha xarajatdir. Yo'q, bu kabi sarmoyalar haqiqatan ham foydali, nafaqat ekologik, balki moliyaviy jihatdan ham. Albatta, yanada toza muhit yaratish orqali ham nomoddiy manfaat hamda moliyaviy jihatdan ham sarmoya o'zini albatta oqlaydi degan fikrdaman. Janob elchi, mazmunli suhbat uchun sizga kattakon rahmat va siz bilan yana uchrashib, suhbat qilishdan xursand bo'lardim. Menga ham bu uchrashuv maroqli bo'ldi. Tashakkur sizga.